Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Hande. Bu yana Femo qo'yamizning 3-qismi, balki finalda. Bugun biz to'yxona qo'yamiz. Kecha bu 2-qismda aytganimdek. Do'stlar, biz to'yxona qo'ymoqchi edik. Do'stlar, biz ana mayodan yo'l ochimikini mashoga qo'yamiz. Kichkinagina to'yxona qo'yamiz bu. Kelli do'stlar, mayodan cho'qalaylik. Blok. Taxtani qo'y. Do'stlar, bu balki final emasdi. Chunki to'yxonam bitta olmasa final bo'lmaydi. Mana bitta esa bo'ldi final. Taxtadan qo'yaman. Olmazdan qo'ymayman. Tuyan tuxumini topish kerak hali. 3-4 tuya so'ksa kerak. Xo'sh. Do'stlar, bittada 23 ta yig'ildi. Do'stlar, nima kam bo'ldi desanglar, keyin chiqdi desanglar, ana ism chiqib qoldi. Chiqarishga ulgurmadim. O'shaning uchun uzr. Hozir kutib turganlar bor. Bitta obunachi yig'ildi. Do'stlar, sizlarga rahmat. Bugun Zumasha egizaklar qatnasha olmadi, chunki video olish kerak ekan. Uniki. Xo'sh, mana qo'yishim kerak. Tamam, hozir. Tuyan tuxumini topguncha. Do'stlar, to'xtanglar, nima demoqchi edim? Do'stlar, endi 50 ta yig'sa zo'r bo'ladi obunachida. Endi 50 taga harakat do'stlar. Yana qanaqa narsa video oling. Vizivaniya qismlarimi? Anumi? Do'stlar, Robloxda o'ynab oldimmi? Kommentariyaga yozinglar. Do'stlar, bu tugagandan keyin survival qismini olaymi yoki Roblox o'ynayman? Roblox o'ynab olaymi? Kommentariyaga yozinglar. Yetil qo'y. Yem den. Mana o'zi ozgincha qoldi, hali tegini ham qo'yish kerak. Do'stlar, kommentariyani portlatamiz like'lar bilan, obunani ham. To'xtanglar, mana qisib aytib qo'yaman. Qaniydi? Aman ekan. Do'stlar, mana shunaqa. Mana shunaqa. Nega o'zim pasaysa o'tgan bo'lsa. Mana fanay bor bo'ldi. Tegini qo'yamiz do'stlar. Ish qilib turib bu yerga sig'amikan? Do'stlar, buz bo'lgandan keyin kamerani amal sizlar bilan buza qoling. Dejekib qolaman bo'lmasa. Do'stlar, qaysi YouTuberlarni taniysizlar, kommentariyaga yozinglar.
narsaga. Do'stlar xohlasanglar menga ham shart beringlar. Ya'ni qayindan bermanglar. Bentigini qo'yib chiqish kerak. Mana shu filmni ham ikkita qismda qo'ydik. Ikkinchi qismida Zoya Chigitaglar qatnashib berdi. Zoya filmimiz bu oilaniki. Yaydi. Do'stlar, mana shu 100 ta obunachi chiqqanida PUBG ham o'ynab chiqayaman. Agar xohlasanglar, xohlamasanglar yo'q. Mana Zabor. Mana deb bo'ladi. Endi do'stlar, tuyani tuxumini topish kerak. Topib bo'lgandan keyin kamen do'stlar to'xtanglar. Tuxum masimida. Mana shu. Mana nima ekan? To'xtanglar, ip olishim kerak, ip. Aman. Ega ham oliydi. Meni bani maza qiladigan. Mana bu yerga bitta zabor, bu yerga bitta. Bu yerga bitta, bu yerga bitta, bu yerga bitta. Mana tuyani bak kesin. Osamiz. Man senga. O'tama şöyle. Sonra yat. İma yoto. Mana do'stlar filmni qo'yib bo'ldik. Tuya. Do'stlar mana qo'yib bo'ldik. Endi yana oldiga nimada qo'shimiz kerak? Nimada kamda? Do'stlar ekan nima bilasizmi? Yo'q qoldi. Xo'sh. Nima qilsam ekan? Yani nima xona qilsam ekan? Keling tuyalarga aylanadigan xonacha qilamiz. Zabo'li qilib, zabo'yim bor ekan. Xo'sh mana do'stlar, buni qo'ygandan do'stlar aylanadigan joy qolma. Mana buni aylanib yuradigan joy mana bu qatdan kelib qoldi. Buyimiz. Bo'lmadi. Yo'qoldi, kemayi bo'ldi. Bu yerda mana tuyalarim bor. Lama kelib qoldi. Do'stlar buni ham o'lib qo'yaylik. Do'stlar buni qo'yish kerak. Oho emas, kamda. Qo'yish kerak. Mehnatdan to'xtashga emasmi? Hop. Nyam. Buni nima desam ekan? Nima demoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi.
Do'stlar, lekin tuya sig'ish uchun eshik qilaymikin? Eshik qilmayman. O'zi aylanib chiqib yurishadi. Endi mana bunaqa bloklar qo'yib chiqaman. Xo'sh. Do'stlar, nimaga bunaqa qolmadi deyman? Chunki bilmadim nimaga qolmadi. Halin dekoratsiya. Endi buni tigi o'rgib qolish kerak. Bo'lmasa bular qanaqa vaqtlar. Do'stlar endi men tegini ham o'qib qo'ysak. Bularni endi yechib tashlayman. Bularni yechdim. Yechishim kerak ko'sallarni. Blok qo'yilib qoldi-ku. To'xtanglar do'stlar, joyimni bo'shating. Yechilmayapti. Ha bo'ldi. Yana olayim. To'xtanglar do'stlar. Yechil. Chiqlang boylar, aylanlaring. Qoch. Xo'sh do'stlar, bo'ldi chiqlang. Chiqlang aylanlaring. Chiq. Yemam bichi. Hop, yemay. Sanab chiqaman o'zim. Xo'sh do'stlar. Hamma do'stlar, sizlar bilan qanday bo'ldi? Bu tugadi finalida. Fehmixonani ham qo'ydik. Bu bo'ldi. Fehmixonamiz qismlari tugadi hammaga.